Alo. Assalomu alaykum. Onam, hozir bir do'stimdan qarz oldim. Ozgina sabr qilib turing. Tezda dorilaringizni olib boraman. Xo'p, bo'ladi. Kecha maza qildi, diskotekaga. Ama jinni bilmem puli tushib qoldi. Davay. Kimiki? Hiç güneşlenmiyor mu? Kesen ne kadar? Kesen vermeyimize kesen. Var yok hal değil mi? Qani to'xtadi. Ji? Pulim yo'q. Pulim qani? Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Tuzimsizlar, charchamasizlar? Akalar mabodo pul topolmanlarmi? Qana puli yo'q, biz hozir kelib Do'stimdan 400 dollar qarz oldim, onam kasal edi. Tezda dori olmasam bo'lmaydi aka. Hozir shu yerda pul tushirib qo'yibman aka. Siz ko'rdingizmi? Yo'q aka, biz pul ko'rganimiz yo'q. Yerda qarab yurganimiz yo'q keyin. Qanaqa pul edi u? Mahkam shu olmaysizmi pulingizni? Zaril pul ekan. Akalar sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Orqamdan kelay uchun sizlar ko'rib to'xtadim aka. O'g'ri deb yozib qo'yibdim peshonamizga. Yo'q, sizlar noto'g'ri tushunmanglar akalar. Xudodan qo'rqamiz bizdan peshman. Shunaqa tuhmatga qiladiganlar ko'payib ketdi. Yo'q, ashna yo'l bilan pul topasizmi yo'q? Yo'q aka. Yerlar qarab yuradigan gadaylarga o'xshayapsizmi? Akalar sizlar noto'g'ri tushunmanglar. So'zim berib yuboring, ketsin. Mashinaqalar ham ko'payib ketdi o'zi. Ha, shunaqa ekan, men sizga yordam beraman, ha? Bunaqa yer sizni pulingizni topganingiz yo'q, sizga yordam beraman. Men ko'nglimdan chiqar. Nima? Qo'ying, yo'q, bermaganingiz ham ma'qul. Bunaqalarga ashna yo'l bilan pul topadi. Kelib pulni olamizmi? Yerda tushgan pulni biz olmaymiz uka. Mana uka, mendan senga yordam. Bunaqa qilib, bunaqa yo'l bilan pul topishni o'rganmagan. Boshqa ish top o'zingga. Sog' bo'ling uka. Mayli akalar. Sog' bo'linglar. Yig'lama, nima yig'layapsiz, ha? Bor. Aka, bu juda muhtoj o'xshayapti. Pulini qaytarib beraylikmi-ki-na? Nima deysiz? Beraylik. Chaqiring. Ey uka, maki. Voy aka. Uka, chaqirdi. Pulini biz topib oldik. Endi to'g'risi hazillashuvdik-da. Senga bir hazil qilmoqchi bo'ldik. Onang kasal ekan. Endi bundan keyin pulni ehtiyot qilib ushlab yuring, xo'pmi? Agar biz yaxshi insonlarmiz, noto'g'ri tushunmagan, bizdan boshqa odam uchrab qolganingda olib qo'yishi mumkin edi. Qaytarib bermas edi hayotda. Bermaydi hech kim qaytarib. Sho'r bo'lib yurishdi. Akalar katta rahmat. Juda ham xursand qilding. Omonatga xiyonat qilmaydigan insonlar ko'paysin. Sog' bo'linglar.